sin harfi. Sinning mahraji pastga tishimiz orqasi bilan tilimizning uchi, ya'ni tilimizning uchi pastga tishimiz orqasida turadi, havo esa tepadan aylanib mana bu qismdan aylanib o'tadi. Sofir degan sifati bor, yaxshilab fissillab o'tishligi kerak. U sofir degan sifatlarni keyingi darslarimizda o'tamiz. Bu yerda ikkita harf berib qo'yilganligi sin bilan zaning mahraji bitta mana shu ko'rinishda bo'ladi. Faqat sifatlarida farq qiladi. Buni sifatlar bobida aytib o'tganmiz. Sa, si, su. Buni talaffuz qilish oson, chunki o'zimiznikiga juda yaqin. Faqat harakatlarga e'tibor qaratamiz. Zuda o'tganimizdek, bu yerda ham su sinni aytmasdan turib zammaga o'tib olmaymiz. Su bo'lib oxirida ko'rsatib beraman labdagi harakatini. Sni o'z mahrajida aytib olgandan so'ng zammaga chiqishi kerak labimiz. Su. Bas. Bunda ham rohova, ya'ni sirg'aluvchi sifat bor. Bir muddat sirg'alib turish kerak mahrajda. Bas bo'lib talaffuz qilinmaydi. Yoki basi bo'lib qalqala ham bo'lmaydi, chunki bu qalqala harflardan emas. Bas. Sam. Mimning bayniga va g'unnasiga e'tibor beramiz. Sam. Sir. R'ning ingichkaligiga e'tibor qaratamiz. Sir. Sin. Nunning bayniga va g'unnasi bilinishi lozim. Sina bo'lib qalqala ham bo'lmaydi. Sin deb ham talaffuz qilinmaydi. Sin. Ayni paytda bayni ham bildirishim kerak deb sin deb ham ushlab turilmaydi. Unda rohavani muddatiga o'tib ketib qolgan bo'ladi. Sin. Sil. Bu ham xuddi shunday. Lin Umar harflari aytib o'tgan edik sifatlar bobida bayniyasini bildirish lozim. Sil faqat sila bo'lib qalqala bo'lib qolmasin, hamda sil ham bo'lib qolmasligi lozim. Safar. Safar. Roning yo'g'onligiga e'tibor qaratamiz. Yo'g'on qilaman deb labimizni zamma qilib qo'yishdan ehtiyot bo'lish lozim. Ayni paytda roni tafxim qilaman deb fdan boshlamaslik kerak. Safar bo'lmaydi. Safar. Fni ingichka qilaman deb safar deb ham talaffuz qilinmaydi. Safar yo'q. Safar. Saqor. Bu yerda qof yo'g'on bo'lganligi uchun bu yerda qof ham, ro ham tafxim bo'ladi. Saqor. Roda bayniya bor, saqor bo'lib to'xtab ham qolishi kerak emas. Sabaqo. Sabaqo. Qalqalaga e'tibor qaratamiz. Salaf. Fda sirg'aluvchi sifat mavjud. Salaf. Shuni bildirib qo'yish kerak. Salaf deb to'xtab ham qolmaydi. Salafi bo'lib qalqala ham bo'lmaydi. Samak. Samak. Kalarga e'tibor beramiz. Faros. Sinning sirg'aluvchi ekanligiga e'tibor qaratamiz. Faros. Maslak. Maslak. Sinni sofir sifatiga va sirg'aluvchi sifatiga e'tibor qaratamiz. Chunki bu muhim. Fotiha surasida kuzatiladigan xatolardan shu ihdinas siratal mustaqim deganda mustaqim deb o'tib ketish holatlari uchrab turadi. Mustaqim, mustaqim sinning shu sirg'aluvchi sifati o'sha yerda ham amal qilishligi lozim. Mustaqim, maslak, maskan, maskan, maskan bo'lib o'qilmaydi. Yoki masakan ham bo'lmaydi. Maskan nunda ham bayniyaligini bildirish lozim. Maskan ham bo'lmaydi. Maskani ham bo'lmaydi. Maskan. Muslim. Bu yerda ham xuddi shu tanbihotlar. Musrif. Sin ham fa ham sirg'aluvchi, muddati ham bir xil talaffuz qilinadi. Musrif ham bo'lmaydi. Musrif ham bo'lmaydi. Ikkalavi ham muddati bir xil. Ya'ni sirg'aluvchi rohova sifatiga ega. Musrif. Sim, sim. Bunda ham mimda bayniya sifati bor. Bir xil muddatda talaffuz qilinadi. Simsim ham emas.
Sima sim bo'lib qalqala ham bo'lmaydi. Sim sim. Birinchi bo'lak sim qanday aytilgan bo'lsa, ikkinchi bo'lagi ham xuddi shunday talaffuz qilinadi. Aslama. Aslama. Singa e'tibor qaratamiz. Yuslimu. Yuslimu. Bu yerda ham demak lab o'zgarishi sodir bo'ladi. Dars so'ngida ko'rsatib beramiz. Labimiz zammada qolib ketmasligi lozim. Yuslimu va ayni paytda sirg'alib turishligi lozim bo'ladi. Istaysara. Istaysara. Bu yerda ham mana sin ham, ya ham raqova sifatiga ega, ya'ni sirg'aluvchi. Muddati ham bir xil talaffuz qilinishi kerak. Istaysara bo'lsa ham bo'lmaydi. Istaysara desak ham bo'lmaydi. Harflarning muvozanati buziladi. Istay. Mana shunday. Istay. Muddati bir xil. Istaysara. Va yana ham qalqala qilib qo'yish holatlar uchrab turadi. Shundan ham ehtiyot bo'lish lozim. Istaysara bo'lmaydi. Taya. Tay. Sirg'alib turish kerak. Yastaysiru. Yastaysiru. Bu ham istaysarodagi tanbihotlar qo'llaniladi. Sa, si, su, bas, sam, sir, sin, sil, safar, saqar, sabaq, salaf, samak, faros, maslak, maskan, muslim, musrif, simsim, aslama, yuslimu, istaysara, yastaysiru. Demak, bugungi darsimiz mana shu shin va sin harfidan iborat. Bu yerdagi lab o'zgarishiga tegishli bo'lgan kalimalarni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Masalan, sa, si, su deb o'tdik. Sa, si da muammo yo'q deyarli. Sa da og'zimiz yoyilishi kerak fathasida, sa, si da ham xuddi shunday, lekin su da shu u zammani aytayotgan paytimizda sinni oldin talaffuz qilib olgan bo'lishimiz kerak. Su. Su. Kuzatilish mumkin bo'lgan xato su deb talaffuz qilishlikdir. Su. Zammaga birinchi chiqib olib, keyin suvni aytishlik. Su. Bunda mahraji ham buzilayotgan bo'ladi. Sifat ham mukammal, chiroyli chiqmaydi. Kalimalardan misol muslimda masalan. Muslim. Mu ni aytib olganimizdan so'ng s da yana o'z mahrajiga qaytishligi kerak. Muslim. Kuzatilish mumkin bo'lgan xato muslim. Muslim bo'lib zammada qolishlik. Fotha surasidagi mustaqim ham xuddi shunday. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Mustaqim bo'lib ko'pchilikda ayrimlarda mustaqim. Bunda sin yo'g'onga ham o'xshab qolishi mumkin. Shu zammani aytib bo'lganimizdek. Ayni paytda lekin sinda labimiz o'z o'rniga qaytish kerak ekan deb zammani ham yo'qotib qo'yishdan ehtiyot bo'lish lozim. Masalan, siratal mustaqim ham bo'lib qolish ehtimoli bor. Mustaqim. Yo'q, mni zammasini to'la aytib olib, mu so'ng singa qaytiladi. Mustaqim. Bu yerdagi muslim ham xuddi shunday. Muslim bo'lib qolmasligi kerak. Mu ni talaffuz qilib keyin singa o'tamiz. Musrif ham xuddi shunday. Musrif. Musrif emas, misrif ham emas. Musrif. Yoki yuslimu ham xuddi shunday. Yuslimu emas, yuslimu. Yuni aytib olganimizdan keyin sinda yana labimiz yuslimu deb talaffuz qilinadi.
shda ham masalan xuddi shu o'zgarishlar bo'ladi. Shu deb talaffuz qilinmaydi. Shu. Bu yerda shukruga e'tibor qaratishimiz mumkin. Shuk kda ham k ko deb talaffuz qilmaymiz. K bo'lganligi uchun shukda ham k ni o'z mahrajiga qaytishlik kerak. Kuzatilish mumkin bo'lgan xato shukru. O'sha zammani aytgan holatimizda k da qolib ketib qolishi mumkin. Shukru. Shukru. Mushtahir masalan. Mushtahir bo'lib qolmaydi. Mushtarak ham xuddi shunday.